Hozir men sizlarga bitta videoni ko'rsatib o'tib ketaman. Bu video masalan nafaqat sizlarga hayotingizda kerak bo'ladi, sifatli narsa tanlashingizga ham yordam beradi, xizmat qiladi bu video. Masalan, mana oddiy misol, hozir men sizlarga kun davomida misol uchun qo'yib ketayotgan produksiyamni tushuntirib ko'rsatib ketyapman, lekin men shundoq o'tib tushuntirib ketyapman. Lekin sifatlarga bitta joyga e'tibor berishingiz kerak. Mana hozir men bitta firmaga ko'zim tushib qoldi. Firmani mahsuloti nima bilan ajralib turadiki, sifati bilan. Baribir sifat birinchi o'rinda. Misol uchun bizning O'zbekiston sharoitida ham sifati yaxshi narsani olishga ko'pchilik vatandoshlarimiz qiziqadi. O'shani sizlar bilan o'rtoqlashaman. Qaranglar, e'tibor beringlar. Unitazni tashqari tomoniga, misol uchun ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yon tomondan, tepa tomondan ko'radigan bo'lsanglar, misol uchun chiroq tushib turadigan joyi bo'ladi. Chiroq tushib turadigan joyida o'zini masalan bugaroklari bo'lmasa, shineyka yaxshi, toza sanfayazdan bo'ladi. O'shani hisobiga e'tibor bersanglar, tekis ko'rinishda, mana shunaqa yonib turadigan ko'rinishdagi misol uchun Sanusi mahsulotlarini o'sha tomoniga, yon tomoniga birinchi qarashinglarni maslahat beraman. Ikkinchi попыткасы, ikkinchi varianti. Tashqari tomondagi plastikga e'tibor beringlar. Tashqari tomondagi plastik qanchalik qalin, yon tomondan ko'rsataman. Sifati zo'r bo'lsa, qattiq bo'lsa, bu ko'rayotganingiz meditsinskiy o'zini o'sha Duraplast deyiladi, samolyotlarga qo'yiladigan materialdan qilinadi. Sifatini qaranglar, qanaqa chetlaridagi полностью podushkalari ham отдельно anaqa yon tomonga ajralib ketmagan akkuratli ko'rinishga ega. Keyin menga yana bitta tomonni o'ziga tortgan joyi nima bo'ldiki, mana mexanizmi, e'tibor beringlar mexanizmini. Bosganda ham qulay bo'ladi. Davodchiga ham yaxshi. Bu ko'rayotganingiz misol uchun висячий varianti, стоячий varianti. Kimga misol uchun kerak bo'lsa, bemalol masalan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Men bu zavodni nimasiga oshuv bo'ldim, to'g'risi mana shu mahsulotlar sifatliligini chiqarib qo'yganini qaranglar. Shu tomoniga e'tibor berdim. Men misol uchun sizlarga har bitta ko'zimga uchragan chiroyli narsani ko'rsatib, video qilib ketishni niyat qilganim yo'q. Chiroyli narsa bo'pgina qolmasdan sifatiga ham e'tibor beryapman. O'shanga sizlar ham e'tibor berishingizni so'rayman. Eng asosiysi biz bilan birga qolinglar. Shunaqa mahsulotlarni sizlarga yo'l-yo'lakay tushuntirib, bu yog'iga gapirib o'tib ketishga harakat qilaman, parametrlarni, xarakteristikasini berishga. Shunaqa gaplar. Biz bilan endi foydali maslahatlar olishingiz ham mumkin.